Assalomu alaykum Beshar Sharoz kanali obunachilari. Mana bugun sizlarga o'zimni boqayotgan novvoslarni ko'rsatmoqchiman. Mana birinchi novvosi mana. Shilishyapti. Ishtahasi zo'r. Jahl qilyapti. Jahl qilmang endi. Arqalardan ko'rinishi. O'zimiz joyda novvos akalar. Yemishlari zo'r. Mana akalar ikkinchi novvosimiz. Laqabi Qora Pantera. Ikkita kurakchi bor, kurakchini chiqargan. Xudo xolasa boqyapmiz, o'zgarishlar ancha yaxshi. Ishtahasi zo'r. Jaydari. Ko'rib turganlaringni men suzaman deyapti, suzang'ich. Xo'sh, Qora Pantera. Xo'sh. Juda yomonda bu. Xo'sh. Jaydar novvos akalar shunday sho'x bo'lar ekanda. Bo'ylari 1.27. Mana arqadan ko'rinishlari. Xudo xolasa mana kunjarani berishni boshladik. Kunjarani ham yeyapti. 3 mahal silos, 1 mahal somon beramiz. 1 mahal atala, keyin kunjara. Shu rejimda boqilyapti akalar. Ranglari juda ham chiroyli qop-qoragina. Xo'sh. Suzaman deyapti, yo'voyida bu. Xo'sh, Qora Pantera. Ko'ryapsizlarmi? Juda yo'voyi. Oldiga yaqinlashtirmaydi odamni. Uzoqdan ko'rinishlari. Bo'ylarini aytdim.